Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Mana ko'pdan beri sizlar o'zinglar ko'rayotgandek Yevropaning har xil joylaridan qanday yuk besib, qanday yuk tushiradiganlarni, chegarlarni qanday o'tib, chegarning pullarini qanday to'laydiganini ko'rsatib ketdim. Endi bu safar bo'lsa, mana o'zinglar ko'rayotgandek Diburg chaq besotma Diburgdan. Bu bo'lsa endi bizning tilda aytganda komandirovka deb qo'ydi, endi bu yerda bo'lsa kadensiya deydi. Bu safardagi kadensiyam oyog'iga chiqdi. Bu oxirgi mening reysim desak bo'ldi. Hazır bunu berip bazaga tashlama bu pritsepni, keyin mashinani ajratib, tozalab, o'tgan tozalab qo'ygandim. Keyingi foydaliga o'tkazib berman bu mashinani. Endi orasida bo'lsa men Yevropadagi Yevropa park degan parklar bor. U yerda endi bolalar bilan qizg'in vaqtlarni o'tkazgandik. Uni bo'lsa endi uyga borganda asoslarga bekmo ko'p yerda videolar, materiallar, endi ularni endi 4 ga bo'libmi, asta-asta sizlarga chiqarib berman. Yani qiziq narsalar bo'lsa yanchib o'tib ketamiz. Endi bo'lsa uyga qarab mangduq, bilet yeb qo'ydik. Erta shanba kuni bus keldi Polshadan. Uning bilan Polshaga berilib, keyin uyga qarab mangman. Yo'lda bo'lsa endi yana biroz videolar sizlarga o'zinglarga qiziq bo'lishi uchun tushirib o'tib ketman. Ko'pdan beri yanimda bo'lganingiz uchun sizlarga ko'p rahmat. Ko'rganlar marmanda, ko'rmaganlar marmanda. Endi bu mashinani endi men Shuhratga o'tkazmoqchi edim. Shuhrat bir hafta men bilan yurgan bo'lsa bu mashina shundan qoladi. Lekin o'tganki haftada voyidlar shoferlar jiqi 30 ga ketib qoldi. Uni rashat qilmay qolibdi nima? Bizning mexanik shuning bilan uningga hozir bir hafta oldin boshqa mashina berib Scania'ga o'tadi endi o'z oldiga ishlayotdi. Shu endi Shuhratga endi utuq tilaymiz. O'zining endi videolari bo'lsa u menda ergatsa onun qanday ishlayotganlarini sizlarga ma chiqarib ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni ko'rsatib keldim. Onları biliyorum şey. Aldım mı? Bunda ateş olan bir kırık. Mana shundan bilan moykadan chiqib, tozalab chiqdi. Pritsepni tashlab qo'yma. Dushanba kuni boshqa водитель buni Fransiyaga ketadi. Shu. Tamam, chiqadi. Tormozun pis qo'yili. Da lapani çürütüp keyin oldirgan. Bo'ldi, endi transportni rejim qo'yib, mana shanklarni ajratib, sonra davo bilan hozir zarab ketmoqmiz. Shundan bilan mana bazaga yetib keldik. Endi mana ne? Mana kravat qo'yman. Okey basman, точка. Страна завершения. Германия. Окей. Сохранять bo'ldimi? Endi orqaga chiqamanda mana birinchi strona. Zayd aytib turuvchi mana. Конец Германии. Окей. Chiqadi. Bo'ldi. Ishlab oldik. Germaniyada bu kadensiya. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mana shunda bugun shanba kuni mashina yuvib, tozalab, bugun avtomobilga kirgizib mana degandek bugun ishini tozalab, kiyimlarni yig'ib mana buni busi bilan mana Polshaga qarab boramiz. Mashina bo'lsa mana hozir ishini ko'rsatib ketman. Tozalab o'tkazganni. Mana bu mashina bilan 4 oy ishladik. Rahmat deb qo'yamiz endi. Bu mashina bizga ishlab berdi, xizmat qilib berdi. Подвайт qilmay mana холодильникni ichib yuvib tozalab hemen olib pechkalarni hamsin shu mayaqda zaryadkani qo'ydim. Pechatlar, telefon, planshet, shu işte ключlar, zapas bakning. Всем
Assalamu alaikum, вот едем в Польшу. Здесь духота, капец. Воздух. Assalamu alaikum, arkadaşlar. Şimdi yukarı kaldık, vokzal. Чисто Ховырдың Краков қарап поезда, кейін еден самолет Анкарадан Бишкек. Все. Az күтетмей сағат 7:28 келеді. Үшінші перрон, мына үшінші перрон азыр келешек, уақытым болып қалды. Келедіған 27:28 geçecek, 7:28. Mana shunda bizning poyezdimiz yetib keldi. 25-vagon, 21-o'rin aylanib tashidi. Rakov Glavniy Rakov shahriga birinchi ketdi. Bizlardan 2, 3, 4 yerler. 5. Sonunda 20'den çoğunu götürüp bulduk. Yakışı 147 kilometre. Kırak şehirge birinci Katowice oldu. Son şehirlerden keyin Kırak. Mana men bilet aldım. Aeroportgacha 17 zlotih bo'ldi. 17 zlot tangaga almashtırganda 1700 so'm almashtırganda so'mga qancha bo'ldi? Короче, 300 so'm bo'ldi ekanda aeroport. Poyezdda тоже пересадка bilan. Mana endi Krak shahrining vokzali bu. Endi bu yerdan пересадка qildim. Endi aeroportgacha boshqa poyezd o'tirmay 17 kilometrga 13 kilometrga 13 kilometrni 17 zlot qoldik. 17 zlot 1700 tenge bo'ldi. So'mga kelganda 365 so'm. Mana poyezdimiz yetib keldi. Endi aeroport qarab bordik. Endi aeroportga borsak, bu yerda tushib ketdik. Mana shundan yetib keldik. Aeroportga. Mana zdание aeroportning zdaniyasi. Mana aeroportning ichiga men biraqla yetib keldik. O'z bilan stoyanкасы. Yana bir qadim assalomu alaykum qarindoshlar. Mana ibam sizlarga tushirib ketdim. Чистоход, Polshaning Чистоход degan shahardan Krakovga poyezdda 247 kilometrni 2 soat 1,5 soatda men keldim. U yerda пересадка qilib shu vokzaldan aeroportga men keldim. Shuni tushirib ketdim. Endi aeroportda mana registratsiya o'tdim. Endi ожиданиеda turman. Soat bo'lsa 1:20 ketdi. Yana 1,5 soat vaqt bor ekan. 2:55'da samolyot uçuşuda. Посадкасы endi где-то 20 soatlarga boshlanadi. Yerdan Ankarada bo'lsa 6 soatda kutib qolma. Bu yerdan Ankaradan уже Turkish Airlines bilan Bishkek qarab inshaalloh uchaman. Bishkekda inshaalloh soat 7:30da уже Bishkek Qirg'izistonda bo'lma. Endi mashtaq natijasini sizlarga chiqaritay deb mashtaq videolarni sizlarga tushiryapman. Ana shunday qilib samolyotga o'tdik. 1,5 soat zadержка bilan keldik. Bir ABC siz geçin. Sol taraf. Qo'zg'alamiz. Alt o'rinda. Biz ham yo'ldim, eshik motomni deb uxlabmandanqa. Till it is tight. To inflate your bed, pull down the red tag as shown. Wishes you a pleasant flight. Проверка.
высоко полетим. Вот, уже под нами облака некоторые. Вот эти облака снизу остались. Жана кылып ушунда Турцияга учуп кетип келдик. Анкара. Emniyetiniz için ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı, bebek can Yana bir qilma, assalomu alaykum. Do'stlar bilan Turkishning samolyoti o'tadi. Soat bo'lsa уже bular sal kech kelyotidi. 15 minut qo'shib kech ketdi. Soat bo'lsa уже 13:dan 10 minut ketdi. 13:ga 5 minut qolganda uçuşimiz kerakki. Обычно bu Turkishning samolyotlarida televizor monitorlar bo'ladi. Bu juda byudjetniy. Mayda televizor bo'lsak. Şu Pittsburgh sağ savarım peki. Kram kanatın üstünde oturmuyor.